Boshlang. Qo'limizdan keladigan barcha ishni qilinglar. Xo'p bo'ladi, zot oliylari. Ziyofatlar uyushtiring, olga chiqing. Bosh kotib! Meni shu sabab taxtga o'tkazdingizmi? Hukmdorlikni o'z qo'lingizga olish uchun senga qo'g'irchoq kerakmidi hali? Qo'shinga buyuk ish uchun boshchilik qildim deb o'z maqsadlaring uchun ishlatdingmi? Unda o'rnimga o'zing taxtga o'tir. Meni qo'g'irchoq qilishga urinma. Taxtga egalik qilib, hammaga o'z haqiqiy yuzingni ko'rsat, bolaqol. Kim Suk Hin. Yalu daryosi Dviju. Hech narsa tugamadi. Nima? Hammasi endi boshlandi. Jurchenlar bilan chegaradosh Koryoning shimoli-sharqiy qismi. Nega qo'mondon Kan isyon ko'tardi? Nima uchun podshohni o'ldirdi? Biz urushga tayyorgarlik ko'ramiz. Bosh kotib! Kim senga farmon chiqarishga huquq berdi? Urush boshlashga kim ruxsat berdi? Kim bo'libsanki, Koryo sen tufayli urush dahshatidan azoblanishi kerak? Koryo 2dan urushi. Ushbu serial Megago platformasi uchun Shavik Sound studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Dildora Qahhor, muharrir Zilola Rahimova. Dublyajda artistlardan Hojakbar Komilov, Boyir Xolmirzayev, Abdulhay Otaxo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Shahobiddin Bobonazarov va Elbek Mirzohidov ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Ismoil Mahmudov. Rejissyor yordamchisi Barhayojon Muhammadaliyev.